İkinci bölüm 10. kısım. Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bilezik. Sot mahkemesideki saklaş öydü bir necha saat saklagandan keyin bizning ismlarimizni chaqirishga başladı. Lekin tuzuk gap sormayli bugungi sot oyoqlashdi. Hukm kelarki sot chiqadi deb qaytirib etdi. Bugun bizning qattiq achchig'imiz kelgan bo'lsa-mo, sabrchanlik bilan turmaga qaytdik. Ammo bu qayt yalang'ashlanib tekshirishlar bekmi ig'ir kelgan edi. Bizga sotdan hukm kelmagachga hozir bizni ishga solmadi. Biz qarindoshlar bilan kunduzi jam bo'lsak, kechasi boshqa yotoqlarga ayrilatdik. Her gün kech bo'lib yotoqqa chiqqan vaqtimda tezroq tong etishni, qarindoshlarim bilan ko'rishishni orzu qilardim. Bir kuni boshqa jinoyatchilar bizga boshqa turklardan turmaga yangi odam kelganligini, ularning yangi kelganlarini tutib turadigan o'rinda ekanligini deyishdi. Biz bir tarafdan xushal bo'lsak, yana bir tarafdan azoblandik. Xushallikning sababi ular bizning birodarlar bo'lib, shular orqali sirtning ahvolini bilalaydik. Azoblanishimizning sababi ular turmaga kirgan edi. Turmaning ahvoli hammamizga ayon. Bir kuni kech yotoqning ishga ichilib, bizning birodarlardan birini akirib solib o'tib chiqib ketdi. Men bek xushal bo'ldim. Chunki men endi yolg'iz turmaydim. Afsus, bu xushallik bir kun davomlashmadi. Ertesi men 30 dek buddistlar bor boshqa bir kamerga yetkivetdi. Sababi u birodar bilan ikkimizning yotadigan yeri odamlar mangadigan yer bo'lib, biz shu yerda yotdik. Shu yerda Qur'on o'qiydik. Boshqalar ozod yerlarda yotadi, o'yin o'ynaydi. Shu kuni men bizning yotadigan joyimiz bek kichik bo'lg'achqa o'yin o'ynaydiganlarning ozroq yurishib berishin dedim. Lekin ular unimadi. Shuning bilan men achchig'im kelib ular bilan surkilishgan bo'ldim. Keyin men yotoqdan boshqa yotoqqa yetkivetdi. Men bu yotoqqa chiqqandan keyin yotoq boshlig'i buddist menga yana ilgirki yotoqdagidek odam mangadigan yerdan yotadigan o'rin berdi. Mening yonimda yotadigan malaysiyalik sarang bor edi. Bu buddistlarning orasida bir kecha nihoyat tasdiq tang'atdi. Yotoqda soat bo'lmag'achqa bomdod namozining vaqtini bek tasdi bildim. Tang'atgandan keyin pastga tushib ketdim. Hatto kech bo'lmasgan deydim. Yotoqqa chiqqan faqatli yo'q edi. Yana kech bo'ldi. Ko'nglim parishon holda yotoqqa chiqdim. Shom vaqti bo'lgan edi. Shom o'qib, xubdan vaqtini saqlab o'tirdim. Hatto xubdan vaqti bo'ldi. Xubdan o'qib, o'rnimga berib, endi uyquga berishimga malaysiyalik sarang putini menga ortib oldi. Men ittirib etdim. U yana takror shunday qildi. Men yana ittirib etdim. Oxiri bo'lmay, men o'rnimdan turib, yuqori ovozda ochiqlanishga boshladim. Mening ovozimni yotoqdagi buddistlarning hammasi anglagan edi. Men yana o'rnimga berib yotdim. U sarang yana qasdan shunday qildi. Aslida u sarangga shunday qilishni yotoq boshlig'i buddist ishorat orqali o'rgatgan ekan. Men ko'rib qoldim. Shuning bilan qattiq achchig'im kelib, sarangga ish o'rgatgan buddistni mush bilan birini urdim. Shuning bilan menga tayoqlar har tarafdan yig'ib ketdi. Men kuchimning yetishicha urdim. Yotoqdagi hammaylar meni qattiq urdi. Keyin urush to'xtab yotoq tinchlandi. Kecha mushu jimjitlikni tang'atdi. Atigan men pastga tushganda birodarlar yuz ko'zimni ko'klarni ko'rib, yotoqda nima ish bo'lganligini so'rdi. Men hamma ahvolni tafsiliy so'zlab berdim. Birodarlarning qattiq achchig'i kelgan edi. Meni bek urib etgachga mening holim bir oz nachar edi. Birodarlarim orasidagi jasoratli chamboshchi qarindishim Asadulloh bugun ular bilan qat'iy urushimiz dedi. Men u qarindishimga Alloh sizning jasoratingizga ajr bersin. Biz oldi bilan urushmay saqchiq deb baqayli dedim. U ma'qul bo'ldi. Biz saqchiq bo'lgan ahvolni dedik. Lekin yotoqdagi buddistlar bizdan burun saqchiq bo'lgan ahvolni ta'tirsiga anglatgan ekan. U saqchi mening yuz ko'zimni ko'rib turibmi, menga parvo qilmadi. Bu parvosizlik chidamagan Asadulloh bugun qat'iy urushib qisosimizni olamiz dedi. Biz saqchining yenidan qaytib kelib, men ilgir birodarlar bilan o'ltirib dam olgan o'rinda yetib uxlab qolibman. Taxminan yarim soat o'tdimikin varang-churang sababidan uyg'onib ketdim.
Meydanda odamlar bek ko'p edi. Diqqat qilib qarasam, bizning birodarlarmi bor ekan. Men darhol bordim. Shu vaqtda turma yaratquchida urushni to'xtatishni e'lon qilib o'tibdi. Men nimish bo'lganligini so'radim. Birodarlarga turma ichidagi jinoyatchilarning hammasining to'plashib kelib urushganligini aytdi. Bilishimcha, shu vaqtda bu turmada 700 ga yaqin odam bor edi. Saqchilar meni va birodarlarimni ishki rayonining o'tirg'i joylashgan ishxona oldiga akilib turg'izdi. Men hamma birodarlarimning yuz ko'zlariga tafsili qardim. Ularda yuzlarining rangi o'zgargandan boshqa alohida o'zgarish yo'q edi. Lekin Bilal qarimning yuzining bir tarafining terisi so'yilib ketganlikdan yuzining go'shtlari ko'rinib qolgan edi. Yurkim bek og'irdi. Qarimning shu holini ko'rgan odamning ichi sirlatdi. Alloh Bilal qarimning gunohlarini kechirsin. Amin. Biz ilgari qochgan turma timidagi har qism Bilal qarimning barmoqining pini kesib o'tgan edi. Shunga uning qo'li tex saqaymagan edi. Dehi bir necha kunning oldida qo'ldan bek ko'p qon chiqib ketib, turma doktori qo'lni temib qo'ygan edi. Bilal qarimning yuzdagi zaxmining sababi Bilal qarimning deb berishicha mundaq ekan. Buddist zolimlar zolimlikni qilib kasal odamga ich og'ritmay, qarimning yuzini maydondagi simentga surtgan ekan. Ulug' Alloh zolimlarga o'zi kifoya qilsin. Alloh xor qilib versin. Amin. Saqchilar hammamizni jamlagandan keyin zolim saqchilar ikki odamning putini birdan 8 kilo ig'irlikdagi zanjir bilan chetib qo'ydi. Bu zanjir kishan bizga nurg'un qulaysizliklarni elib kelgan edi. Hojatxonaga kirish bo'lsin yoki sirtqa chiqish bo'lsin, hojatxonaga birsimiz kirmoqchi bo'lsak, yana birimizning birga kirishi lozim edi. Kunlar mush shaklda o'tib o'tadi. Bizning putimizga 2 kishini chetib zanjir silib bo'lgandan keyin birinchi rayondan ikkinchi rayonga yo'tkidi. Asta-asta bu qiyinchiliklarga majburiy ko'nib ketgan edik. Bir kuni bizning qarindoshlardan bir kishining turmaga yangi kelganligi xabarini angladik. Bu kishi kim bilamsiz? Bu yangi kelgan kishi So'g'uq Bilezikning avtori edi. Men bu kishining nomini turma kirishdan burun azroq anglagan. Hamda Allohning irodasi bilan turmada yuz ko'rish nasib bo'lgan edi. U qarindishimizni yangi kelganlarni tutib turadigan o'ringa solab qo'ygan ekan. Biz yuz turani ko'rishammidik. Biz bilan o qarindishimiz so'langan rayonning orlig'ida bir tam bor edi. Esimda qolishcha, biz bu qarindishimiz bilan o'g'ziga kiyim asqili chiqqanda bir necha qatim ishorat bilan salomlashgan edik. Chunki o'g'ziga chiqqanda bir-birimizni ko'rgili bo'ladi. Bir kuni menga chetib zanjir silib qo'ygan birodarni saqchi chaqirdi. Zanjir ikkimizni bir qilib silinganligi uchun zanjirni ilib o'tadigan yerga menmi billa bordim. U birodarni bugun chiqib ketadi deb zanjirni ilib o'tib, menga 4 kilo zanjirni qayta silib qo'ydi. Men ikki odamning birdan putidagi 8 kiloluk kishandan qutulib, biroz yengillik his qilgan edim. Rost degandek chamboshchi birodar bilan hiliqi birodar turmadan chiqib ketdi. Biz ularning bu zindondan qutulib chiqib ketganiga nihoyat xushal bo'lgan edik. Ammo bizning turmushchilik kunlarimiz davomlashyapti. Hiliqi So'g'uq Bilezikning avtori bilan ancha-muncha salomlashib turgan bo'lsak-mo, yuz turani ko'rishga taqozo bo'lib, tezroq yangi kelganlarni so'laydigan yerdan bizning yenimizga kelishini kutib o'tdik. Afsus, ishlar biz o'ylagandek bo'lmadi. U qarindishimizni normal rayonga yo'tkanda bizni boshqa bir rayonga yo'tkibdi. U qarindishimiz bilan bizning o'tirimizda cho'ng bir zal bor bo'lib, endi bizning u qarindishimiz bilan ko'rishib salomlashishimiz ta'sidi. Esimda qilishcha, u qarindishimiz dastlabda boshqalar orqali bizga xat chiqarib, nasihat qilib, bizni sabrga tavsiya qilib turdi. Keyin bizni yo'qlab keldi. Har kelganda suni qalbimizga malham bo'lgan nasihatlari bilan ma'naviy kuch beradi. Bizning bo'shib qolmay tik turishimizga ulgu bo'ladi. Chunki u qarindishimiz biz bilan ko'rishganda nurg'unlagan qiyinchiliklarni beshidan o'tkazib bo'lgan ekan. Biz bilan har ko'rishganda bizga ma'naviy kuch, ruhiy tasalli bo'lsin uchun beshiga kelgan qismatlardan so'zlab beradi. U qarindishimizning uchirgan musibatlariga qaraganda biz hech nimaga uchirmabdimiz deb turmada uchirgan mushkulot qiyinchiliklarga urib ketmaydigan bo'ldik. U qarindishimiz shanba yoki yakshanba kunlari turmadan setib olgan yemekliklarni ilib bizni yo'qlab keladi. Hamisha peshin namozdan keyin kelib, asrdan keyin ketadi. Biz u qarindishimizga bek amroq edik, bekmi hurmatlaydik, yaxshi ko'rdik. U qarindishimizmo bizga bek amroq edi, yaxshi ko'radi. Islomiy qarindoshlik nihoyat go'zal bo'ladi ekan. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به